Olimlar odamlar buni bilishini istamaydi. Tanadagi har bir muammoning davosi bo'ladigan to'lqin chastotalari mavjud. Nikola Tesla aytgan: agar siz koinot sirlarini ochmoqchi bo'lsangiz, to'lqin chastotalarini o'rganing. Agar uyqusizlik muammosi bo'lsa, 3 Gz chastotani tinglang. Bu tinchlantiruvchi chastota sizni chuqur va tiklovchi uyquga olib boradi. Agar asabiylikni his qilsangiz, 432 Gz chastotani tinglang. U ongingizni tinchlantiradi. Agar vazn yo'qotish jarayonini tezlashtirmoqchi bo'lsangiz, 280 Gz chastotani tinglang. Agar o'zingizni yomon his qilayotgan bo'lsangiz, 528 Gz chastotani tinglang. Bu davolovchi to'lqin sizning tanangizni tiklanishiga yordam beradi. Agar kuchsizlanishni his qilayotgan bo'lsangiz, 417 Gz chastotani tinglang. Bu sizga yo'qolgan hayotiy kuchingizni tiklashga yordam beradi. Do'stlar, agar siz ushbu chastotalarni tinglamoqchi bo'lsangiz, videoga like bosing hamda bizning profilimizdagi havola orqali mutlaqo bepul tarzda qo'lga kiriting.